Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Work and Travel, ya'ni o'sha talabalarni juda qiziqtirayotgan Work and Travel haqida gaplashamiz. O'sha mavsumida borib 5 mingdan 10 minggacha ishlab kelsa bo'ladi. Necha pul ketadi dokumentlarga va qanday dokumentlar kerak va qancha pul ishlab kelsa bo'ladi. Shular haqida batafsil videorolikda gaplashamiz. Work and Travel o'zi nima narsa? Work and Travel ikki turga bo'linadi. Logistika yo'nalishi va xo'jalik yo'nalishi. Logistika yo'nalishi haqida gaplashsak, o'g'il bolalar yoki qizlar dokument qilsa bo'ladi. Unga ingliz tili yoki nemis tilini bilishi shart. Ishlari fast food yoki upakovchik bo'lib ishlaydi. Xo'jalikka kelsak, faqat o'g'il bolalar dokument qila oladi. Til muhim emas, til kerak emas. Qanday ish qiladi demoqchi bo'lsak, sabzavot yoki polis ekinlarini teradi. Nice. Asosiy ma'lumot esdan chiqmasin. Work and Travel bo'yicha faqat talabalar dokument qila oladi. Yoshi chegaralangan. 18 yoshdan 30 yoshgacha nechinchi kurs demoqchi bo'lsak, 1-kursdan 5-kursgacha bo'lgan talabalar dokument qila oladi. Hi. Okay. Work and Travelga o'zim ham dokument topshiryapman. Work and Travelga qanday dokumentlar qilaman, to'lov qilaman, nimalarga to'lov qilib, necha pul bo'ladi, hammasi keyingi videoda hammasini joylayman. Hozirda bizga eng kerakli ishonchli kompaniya kerak. Sababi bilasizlar, hozirda kompaniyalar juda kam, shu viza operator kompaniya. Shu sababli o'zim tanishlarim bilan gaplashib, o'zim internetda qidirib, o'zimga yoqqan kompaniyani topdim. Narxlari ham o'zidan qulay. Ba'zi ozgina xira ko'rinishi mumkin. O'zim описаниеga joylab ketaman yoki kommentariyaga Instagram ссылкасini joylab qo'yib ketaman. Kim kerak bo'lsa, shu yerda bemalol olishlaringiz mumkin Instagramdan yoki nomerlarini qo'yib ketaman kompaniyani. Va keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga xayr.